Tashabbuskor, zamonaviy bilimlarni puxta egallagan va o'z kasbining ustasi bo'lgan yoshlar mamlakatimiz ertasini belgilovchi katta kuch hisoblanadi. Ularni har jihatdan qo'llab-quvvatlash, bandligini ta'minlash, innovatsion loyihalarni rag'batlantirish davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Namangan viloyatida bu boradagi ishlar ko'lamini oshirishda hududlar bo'ylab o'tkazilayotgan hokim va yoshlar uchrashuvi muhim ahamiyat kasb etadi. Navbatdagi ana shunday tadbir Norin tumanida tashkil etildi. Norin tumanida 177 ming nafardan ziyod aholi istiqomat qiladi. Ularning 92 ming nafarini 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar tashkil etadi. Yil boshidan yoshlar yetakchilari tomonidan o'tkazilgan xatlov natijasida 41 595 nafari yoshlar balansiga kiritildi va 3 toifaga ajratilib, ular bilan individual ishlash tizimi joriy etildi. Buning natijasida 3888 nafar ishsiz yoshlarni bandligi ta'minlandi. Jumladan 1496 nafari korxona va tashkilotlardagi mavjud ish o'rinlariga joylashtirildi. 2012 nafari o'zini o'zi band qildi. Shuningdek, 12 nafari xorijiy til o'rganishga yo'naltirilgan bo'lsa, 368 nafari kasb-hunariga o'qitishga jalb etildi. Mazkur tumanning Uchtepa mahallasida o'tkazilgan hokim va yoshlar uchrashuvida shu hududda hamda Xo'jaqo'rg'oncha mahallasida yashovchi fuqarolarning ko'plab masalalari ijobiy yechim topdi. Ochiq muloqot chog'ida viloyat hokimi Shavkatjon Abdurazzoqov har bir ishtirokchi bilan yuzma-yuz suhbatlashdi. Ularning taklif va mulohazalariga quloq tutdi. Men Botirjonning onasiman. Armiyaga borish kerak, 18 ga to'lmagan. O'shaning uchun dastlabda o'qishiga yordam berishingizni so'rayman. Jasorat maktabini tashkil qilinglar, o'sha yerda o'qisin. Ariza bergan edi, shu bizdagi mavjud bor bino inshootini qayta ta'mirlash orqali yuqori qavatini to'yxona, shu pastki qavatini oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash sexi ochish. Necha pul kredit kerak? 300 million kiritilganda arizada. Mayli o'rganib chiqinglar. Muloqotda 50 nafardan ortiq yoshlar tadbirkorlikni rivojlantirish uchun imtiyozli kredit, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish uchun yer ajratish, bandlik kabi o'nlab masalalarda murojaat qilishdi. Namangan muhandislik texnologiya institutini bitirganman. Buxgalteriya hisob audit yo'nalishi bo'yicha. Shu yo'nalish bo'yicha 1 yildan beri ish qidirib bo'lib, hozirda vaqtincha ishsiz bo'lganligim sababli hokimga murojaat qildik. Shu kunlarda ish bilan ta'minlanish va yana ishga joylashtirish bo'yicha qo'llab-quvvatlanishlar aytildi. Bugungi kundagi tadbirimiz albatta ko'tarinki kayfiyatda bo'ldi. Yoshlar ham o'zini murojaatini aytdi. Shunga yarasha mutasaddi shaxslar ham yordamni bildirishga va'da berishdi. Namangan viloyati muhandislik qurilish institutini transport fakultetini bitirganman. Hokim bilan uchrashuvda yo'l-patrul xizmatiga ishga qabul qilishni so'radim va ijobiy javob oldim. Oldimga katta maqsad qo'yganman. Endi shu o'zimni Xudo xolasa prezidentimizga yaxshi, yurtimizga yaxshi xizmat qilishga va'da beraman. Bildirilgan ishonchda oqlayman. Shuni aytish mumkinki, davlatimiz rahbarining joriy yil 14-fevral kuni yoshlar bilan ochiq muloqotida 2025-yil O'zbekistonda yoshlar ishsizligidan xoli hududga aylantirish bo'yicha topshiriqlar bergan edilar. Shundan kelib chiqib, Norin tumanida tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, ishsiz yoshlar migratsiyadan qaytganlarni bandligiga ko'maklashilmoqda. Norin tumanida yoshlar yetakchilarimiz tomonidan xatlov o'tkazilib, xatlovda 769 nafar ishsiz yoshlarimiz borligi aniqlandi. 769 nafar yoshlarimiz viloyat darajasidagi 6 nafar rahbarlarga, tumandagi 30 nafar rahbarlarga biriktirilib chiqdi. Viloyat hokimi Shavkatjon Shakirjanovga Norin tumanidagi Xo'jaqo'rg'oncha va Uchtepa mahallasidagi 32 nafar yoshlarimizni biriktirgandik. Bugun mana ushbu yoshlarimiz bilan yuzma-yuz viloyat hokimimiz uchrashdilar. Uchrashuv natijasida ko'plab yoshlarimiz masalasi hal bo'ldi. Tashkilot rahbarlariga ularning muammolarini hal etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Juda ko'p yoshlarimiz tadbirkorlik qilish istagini bildirishdi. Ushbu yoshlarimizga ham Yoshlar banki, Aloqa bank tomonidan yordamlar beriladi. Ma'lumot uchun, Namanganda 3 million nafardan ziyod aholi mavjud bo'lsa, shundan 1,121,000 nafarini yoshlar tashkil etadi. O'z navbatida ularning bandligini ta'minlash, moddiy rag'batlantirish, uyushmagan yoshlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Bugungi o'tkazilgan muloqot ham ayni jarayonlarning uzviy davomidir.